Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, YouTube kanalımıza yana bir qitim xo'sh keldinglar. O'tgan son degandek shu mana bugun sizlar bilan yana bir qitim shu o'zimizning turmushida ko'rilayotgan ishimiz o'tgan har xil ta'sirotlarni o'rtoqlashaylik deb chiqdik. Ikki hafta saqildik. Shu boladan keyingi har ayollik munosabatida qanday masalalar uchraganinglar, xalsanglar so'z qoldiringlar deb saqlab qolsa. Ney, hiç kim söz kaldırmadı. Lekin yenim aşağı bolsam hamda biz özümüz hamda bu turmuşda yeni bir hamda hamimizniki diqqatini qo'yib bir anglash bir muhim anglash tegishli bir muhim ish deb o'ylab bugun hamda qisqacha shu o'zimizning bishimiz o'tgan o'zimizning o'ylaganlarimizni turmushimizda ko'rilgan bir qancha ishlar orqali sizlar bilan sırtışını doğru gördük. Şundan ben başlayayım. Təsriratımdır. Sizlerle bizden yakın dostlar, bizden aldığım kısalarını köygen dostlar, sizler düşüngen buluşunlar mümkün. Şahsen ben hem de hazır şu askerlikte işləyotgan buluş sebebim bilen bulup aldığım birinci kısım, turgan kısımda bizning dala məşqi, sirti məşqlar köprək boğaç səbəbi bilan siz amildar bo'lib 3 oydan keyin shundan 3 oydan keyin men chet elga chiqib 9 oylik bir vazifa qilib chet elda bo'ldim. Dastlabki amildarlik 6 oy vaqtingizda naqdin bizning tunji o'g'limiz shu tug'ilgan chaqda chet elda bu qilib shu kuni men qahraman ayolimning qishida bulamay qoldim. Counter dunyosida men bir faxrli beni bir digim kelyotdi. Shu kuni hamda nurg'un hamda o'zinglar bilsizlar musofirchilik ayolim yolg'iz ta'limimizga yaqin do'stimiz, balliq do'stimiz kelib amra bo'lgandi, lekin shunda o'zim men qishida bo'lmagandan keyin yana shu yolg'izchilik ba'zan qulaysizliklar bo'lib şunun olan şu bir ay burun biz kütken bir ay burun balımız bir ay burun baldır tuğuldu da şu güne şu mesela balyatının suyu teşhirli değil mi? Baş suyu teşhirli kanın killamla telefon kıldı manga ben çetelde şunun o dostu da şununla benim kahraman Batur ayalım özü maşina haydab o'zi ba'ziga kirib bizning hamda doktorxonalar ba'zini ichida ba'zini ishlatdi u doktorlarimiz shuning bilan o'zi mashina haydab kirib shu o'zi bir 2 kun vaqt ketdi-da men kelib bo'lguncha bola tug'ilib qilib bo'lguncha shu jarayonda shu o'zi yolg'iz doktorxonada tunji qitimliq bola yangish hamma jarayonni o'zi bishidan o'tkazdi-da. Bunu ko'rgan men shaxsan shunday qilib hamda vijdon azob tortib, ham faxrlanib, shunday hayajon tuyg'uda qaytib keldim. 2 haftalik hamda bizning xizmatda shu vaqtda hozir 21 kunga uzratdi. Bola tug'ilgandan keyin 2 haftalik paternity leave deb atalganlarniki bir damlashalish ruxsati bo'ldi ekan. 2 haftalik qaytib kelib şunun olan tug'ilgan kunda sizda aeroplanlar to'xtab ketgan. Bakchiq shunday qilib kinolardagi dramalardagi ishlar bo'lganda hech qilib. Hamda shu tunji bolamizlik bo'lib amildor bo'lgan chaqda men shunda orzu qilib, ham shunda Polandga ketib ketganman ayolimga. Bolani to'plab bersangiz bo'ldi, o'zim bir qo'lliq cho'ng qilma deb hayajonlanib shunda hamda shaxsan men hamda yurtga vaqtimda meniki kichik navfiklarimni bu mustaqamning bolalarini hal qilishib ko'rib shu ko'rgan kashkallarim bilanlar o'zimcha shunda qitalaymiz deb shunda oddiy o'ylab ekanman. Shu sabablar bilan ayolimga omildarlik vaqti degan shunda polani etib o'zim ham ishni o'zim qilyapman, undaq qilyapman deb o'zimni bilolmay qolgan vaqtlarim bor ekan-da. Şunun bilan 2 hafta qaytirib doktorxonadan chiqib o'rlashtirib qo'yib qaytdim. Yana 2 haftadan keyin qaytdim. Chet elga ketdim. Ketib
men qaytib kelganda balamiz 5 ay 5,5 ay 6 ay qarab menga vaqtda qaytib keldim. Qaytib kelib shundaq yana shu nurg'un go'zal vaqtlarni kechirib qo'ydim deb vijdon azab 5 ay tatib shundaq asli o'tdi vaqtlar. Qaytib kelib shuning bilan hamda bir mazgillik vaqt tangshash uchun menga biza vaqt ketdi, hamda vaqt o'xshamas bo'lganki Amerika bilan biz bo'lgan rayonniki. Shuning bilan qaytib kelib shundaq hamda kuchidim deb o'yladim. Butun vujudim bilan bola qarab ishdan ishga bormay, qaytib kelmay, shu qaytib kelgan bola bilan bulma qilib ham shu jarayonda ham shaxsan men hamda chaniqish, o'zim qiziqdim, masalan, top o'ynash, top ko'rish, o'zim bunda xabarlarni atrofimiz bo'layotgan ishlar, bizning jamoatchiligimiz bo'layotgan ishlar, yurtda bo'layotgan ishlarni shundaq narsa qiziqdan bo'lgankin balig'im qilma deyman-yu, endi o'zimning qiziqishlarimni tashlayotgim kelmay, hamda jarayonda bir xilolikqa ya siz tashlayotgan demidingiz, hamda men tushuntiryapman-ku. Shu o'yliqqa hamda shaxsan hamda o'zim hammasini shundaq qilyapman deb shu jarayonda bu subhanalloh shundaq charchab, shundaqliqqa hamda hormon dedik-ku oyog'ida. Shu ekspasik bo'lgan vaqtlarda bir kun anaqni men chiqib bo'lsam, men shu bola uxlab qoldi, anaqni kechki tomoq yeb bo'lib, men anaqdan bir chiniqib kiray deb men bizning mahallimizning u vaqtda turayotgan yer mahallida chiniq shuyapti, chiniq shuyiga kirib chiniqib kiray deb chiqib bo'lsam, siz yana undan shu yana o'zing ishini qilib, men o'liqa o'ylagandek qilmayapsiz, siz bolaga amra bo'lsangiz bo'ldi deganda gaplar. Lekin men o chiniqingizni demagan. Chiniqim qartdim, lekin shu u deganqa yig'ilib kay qolgan vaqt bo'lgan. Shuning bilan men shunday quvvatman-ku bolaga men bu dedim, shuning bilan bu ya menimcha sizlar 10% quvvatsiz dedim. 10% tarixiy san bo'lib qoldi hozir hayotimizda, uyimizda. Shuning bilan 10% edi, shunday bir xil chuchidim-da, men shaxsan meningki butun shunday 100% o'zimni kuchini chiqarib bolam uchun quvvatman-ku deb o'zimniki nuqtasidan o'ylab turayotgan vaqtda bu subhanalloh shundan siz 10% bunday qo'yasiz deydi, shuning bilan shunday bir xil ko'nglim kelgandi shu vaqtda. Kelib, "Voy siz deb shuning bilan men böyle çaniq birram o'zimni taxtdan chachay deb chaniq shu chiqatdim, chiqib ketsam bu degan ekspas ulab. Ammo turmushda shunday bo'ldiki, aqidin shuning bilan hamda bizni mundishib turdik, ko'rilgan masalalarni. O'tgan sonda sizlar ko'rsatgan o kitobni oldi subhanalloh. How to not to hate your husband after kids. Yeah. Baldan keyingi eronga qanday uyushib qolmaslik to'g'risida eronsiz uyushib qolmaysiz degan kitobni. Shuningdek shu kitobda hamda siz tushuntirsangiz, sizning kalangizdan o'tkatgan yeri. Ya mening kalamdan o'tkatdimi, emas ham desabda o'xshamaydigan o'ylayotgan bo'lsam o'xshamaydigan ishqibsizlar ala bilan ayollar o'xshamaydi. Ya shu o'tgan sonda biz deb o'tganda Abay Muxtarmi dedi, shundaq polan etiketgan, voy men o'zimni boqaman, siz nima qilan, uni ustiga o'zingiz hisobda men bola beqish, masalan 5,5 ay 6 ay jarayon o'zim kech kunduz qarab, o'zim yolg'iz bo'lgankin men charchadim. Anonikin har qaysi jihatlardan baklam men nerv jihatdan ojizladim, hormon, ekspas. Shu anda bo'lgankin sizdan men endi siz andaq dedingiz, astolu bo'lsa-mu bir xilqa expect qildim-da, endi umid kutdim-da, endi kelsa biza bo'lsa-mu xali nima butun zehnin o'yiga yig'ib. Zehnin o'yiga yig'siz-ku demakchi, o'g'lim xeli ortiqim chiqib qolarmikin deb o'ylagan. Og'idan keyin siz chunki u chatalda vaqt o'xshamaydi. Siz kelib onanikin bo'ldi, siz kechda uxlang deb qo'ygan vaqtlaringiz bor. Siz kechda uxlang, men qarayman bugun kechda deysiz. Yo'q, lekin shunchalik uxlab ketasiz, uyqungiz shunday yaxshi. Uyqusi shunday yaxshi. Bu to'g'riliqmi dedi-ku, yana bir shuni demoqchi, shu hozir
uyqusu shunda yaxshi. Bir kuni kechda ashta bo'ldi-da, bir kuni kechda shunda qo'l etib jon, bugun kechda men qarayman, o'zim qarayman, siz uxlang dedi. Meniki mau yotgan yerimdan yenda shulqay kamera balni ko'rganimda bor-da. Shun boz yig'ladi, qarsam qo'pmaydi, uxlab degan qo'l tortib. Qo'ray tatamdan men ya ashratman. Qo'ray tatmayman, qo'ray tatmayman. Shuni bilan keyin Muhtar desem qopmidi. Shuni bilan keyin shunda achchig'im kelib qopdim, rost gap qilsam u kun kechda. Deyish va. O'zingiz qo'pimanda qo'yib qopmidingiz? Shunlar achchig'im kelib qopib chiqib, balni nima qilib ko'tarib buni qilib uxlatdim. Uxlatib qilsam men birdan yotmadi. U kun nima bo'ldi, uxmayman, yolib qolganman. Shun yotmadi. Ruhlar badan signalni uxmayman. Yo, ulanasdan uxlayman. Shunga yolib qolgan şey, bu qolgan şey deb qo'ydim, meni yig'laydi, ara uxlatib qo'yib chiqsam siz tig'ich uxlaq. Am demakchi o'g'lima kameradan anglaydi-da odam. Ovoz chiqib turdi. Ovoz chiqib turgan bo'lgan ekan. Siz anglamadingiz shuni. Shunda ochchig'im kelib simni tortib etdim. Sim tortmasam bit ovoz chiqadi emasmi? Uningga uyg'onmadingiz. Shuni bilan ochchig'im kelib men degan boshkini kechda faqat gapimiz turmadingiz deb. U kuni masalanga u ishlam emas deb o'ylayman. Necha kun boshqa bo'laveradi-da. Siz qarayman deb qo'yib uxlab qolsiz, men qarayman deb qo'yib uxlab qolsiz, men ustni men beray yoki bo'lmasa men ko'tarib akirib beray yiningizga degan vaqtlaringiz bo'lib, yo yana qo'pmay shu payt uxlagan keyin men vujudimdan tutdi-da. Shuning bilan ashgaplar chiqqan. Shuning bilan ashgaplar chiqqan. Shuna kitobda. Uni demakchi kitobda hamda o'qiganim nimaga desanglar. Shu ayollarning o'xshamaydigan yeri ayollar hamda bakrak sezgur keladigan bo'lgan keyin har qanday uchurlarni bevosita iproqlam qabul qila oladigan bir yerdan baliq tomoq beryapamdi, bir yerdan qozon nima bo'lyapamdi, bir yerdan bir yig'layapamdi, hamma narsani iproqlam qabul qilib qilgan. Erlar masalan bir narsaga diqqat qilib qolsa, diqqatini cho'chamaydi kelib 50 minut qilib o'tadi boshqalarni chatga qo'yibdi birdan masalan top ko'rayotgan bo'lsangiz sadjuk bo'lsa men sizga qilsam qo'lingiz gap kirmaydi ata deb chiqdim deydi lekin ko'zingiz shu topda birdan masalan uyg'onish to'g'riliq masalan bundoq cho'ng ishlar qo'pib degan masalan cho'ng ishlar bir yerda birgan bo'lsa anonikin sezadi yerda bo'lmasa o't ketib cho'ng ishlar bo'lsa biladi. Ammo uni bilmasangiz ham bo'lmas. To'g'ri ishlarga ancha baka xotirjam qo'yib. Shu masalan bolalarning yig'lashlariga unchalik bakki sezgur bo'lmaydi ekanda. Bu ham normal. Normalga chunki bola odam bilan odam o'xshamaydi. Yaratilgan ekan. Arayalar o'xshamaydi ekan shu ashta. Shu o'xshamaydi shunlar men bolalarda o'zim. Shundan shu izlanib, mundashib bo'lgandan keyin normal ahvollarga deb. Anaqa 10% nima shu? Masalan, siz 10% hamda shu men o'zim chunki bak charchab ketgan vaqtlarim uning ustiga haqiqatan shu chiqishlarimiz yig'ilib keldi. Shu yig'ilib kelgandan keyin men qopib uning ustiga men qanday o'ylagan desangiz siz ham hisobda boshqa davlatda 5 oy, 6 oydek turgan bo'lgan keyin 9 oy turdingiz, demakchi o'g'lim bal 6 oyga turdingiz demakchi. Shunga men hamda ostoli bo'lsa-mu bir tajribalik bo'lib qoldim-da, hamda. Shu anda bo'lgan keyin sizni ham tezroq men yetishvasga degandek bir xil umidda hamda o'zim. Xuddi men bir kitobni o'qib 20 ga kelib bo'ldim hamda. Siz boshlamadingiz. Shun bilan u qachon mushu 20 ga kelsa biz teg'imdim yaxshi mondishalaymiz, teg'imdim yaxshi qilib hamkorlashib ta'm tura olamiz degan bir-birimizning nima o'ylayotganimiz teg'imdim yaxshi bilamiz, teg'im yaxshi mondishib hamkorlashalaymiz deb bakrak oldirang'uliq bo'ldim hamda o vaqtlarda. Chunki siz yetishvasangiz biz ta'm bir kanalda bo'lsak teg'imdimi yaxshi bolalarning eng muhim vaqtlarida teg'imdim yaxshi yetaklayamiz deb umiddan bizni oldirab sizni antiq bakrak qilsa deb mundaq deb qolgan gap. Lekin men herkes yilqisini balkim xato tushunishlar bo'ldi deb o'ylayman vaqtlarda. Unisi men xo'rma vaqtlarim bo'lgan keyin gapimni egizbas kechirim so'radim.
Lekin u Keşim zorluğu Mesela mı? Işıqlı lekin şu qolib qoldi. hamda şu kitapdan bizga yordam qilgan yeri şu Arayalar. o'tganmiz deb o'tgandek şu hammamiz fuqimiz bu fuqimni arayal yaratish o'xshamaymiz. Mingimizning qurilishi, muhit bo'lgan imkos qaytirishimiz farqli bo'ldi. Farqli bo'lgandan keyin buni ham nima turmushda bo'lib arayallar bizdan bo'lib musofirchilikda qayta takrar da'vatdiq. Qarindoshlarimiz oz atrofimizda hal qilishib turgan. Bizga mehr muhabbat izhor qilgan odamlar oz bo'lgandan keyin biz o'zimiz bo'lgandan keyin shu yipdan yenglig'icha ham ishlar xizmat hammaning bo'lgandan keyin bu charchaganlik hormonimizning egis pastlik bo'lganlik tufaylidan shuning bilan biz o'xshamaslikni er ayolning yoritilganligimiz o'xshamaslikni unutib qoldik ekanmiz. Unutib qilib o'zimizning nuqtasidan o'ylab nurg'un ishlarni anaqadan to'qinishlar bo'ldi ekan. O'zaro tushunish. Buni sovuqqonlik bilan o'tirib, to'xtab turib biz yorilishga o'xshamagan. Ayolimning bundoq o'ylashi bu da normal ahvol. Ayolim charchadi, yeriyotdi, bola qarayotdi. To'g'ri. Bu normal ahvolga, masalan, erimniki maosh bundoq imkos qaytirishim normalki erlarning qurilmasi shunaqa. Shunga buni men naq maydonda shu o'zlarimni bilan kirish qilmay, to'xtab turib normal ahvolga deb bir yaxshi to'g'ri vaqtni, to'g'ri kayfiyat, to'g'ri muhitda anaqani to'g'ri so'zlar bilan bu bak muhim ekan-ku, men his qilaman. To'g'ri so'zlar bilan ifodalash bak muhim ekan. Bo'lmasa, hammalardan charchab, hormon egis past bo'lgan chog'da to'g'ri bir nuqtadan to'g'ri bo'lmay qolsa, bu aks ta'sir berib, bu munosabatga, ayollik munosabatga egis pastlik bo'lib, buni agarcha yaxshi vaqtida hal qilmasa, yig'ilib, baldan keyingi nurg'un ko'ngilsizliklar, kontrolsizlik darajalari o'zaro tushunish bak muhim ekan. Siz charchadingiz, men charchadim, hozir bundoq vaqtida bak kayfiyat o'ynamay. To'g'ri. Degandek. Lekin bak tez shu. Endi telefon to'g'riliq bir qaqshi bilan. Bir so'zli bilan. Mencha nurg'un oilalarda ko'rilayotgan masalalar qarang. Masalan, men o'zim his qildim, menmi. Tirishyapman, lekin siz bekrak so'zsiz. Yo'q, qashmayman. Nurg'un qiz qarindoshlarimizninki o'rtaq qo'lishiga erishdi deb o'ylayman. Men o'yladim ba'zan vaqtlarda bola bo'lgandan keyin u boshqa xil bo'ldi ekan-ku. Chunki bola sizga qarayotdi, siz qarab o'rgandi o'jiq narsalarni. To'g'ri. Ondan keyin unda vaqtida siz telefon qarasangiz, siz qarab telefon qiziqadigan bo'ldi deb o'ylayman endi men o'zim. Uni ustiga To'g'ri. Masalan, bola, masalan, abay dedik, ayollarning farqini unutsangiz, siz baslanga bir narsaga diqqat qilib qolsangiz, oson diqqatingizni chachalmaysiz. Masalan, telefon qarayotgan bo'lsangiz, xabarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bola ota deb chaqib, ming qitim chaqasan ki, "Ona" deb qaraysiz-da. Shu u bola bir xil boshqacha bo'lganmisin deyman men bu vaqtlarda. Bu telefonni nimbado deb bakrak telefonni to'g'ri, shu masalan bolaning tuyg'usida masalan telefon haqiqatan qimmatli bu qiziqarli narsaga atan menga qaramay ama shu telefonga menda muhim o'xshaydi deb bakrak qiziqarli deymanda. Shundan keyin bola lekin u endi sizning o'zingizdan alanib qurilmasiniki o'xshamaydigan bir narsa diqqat qilsin qilmay. Shu telefonni endi amal bor. Bola yo'q vaqtda. Bola yo'q vaqtda kesdi. Chunki men o'ylayman bolaning vaqti siz bilan bak oz. Odatda dushanbadan jumaga men bilan kunda degidek siz ishdan kelgandan keyin bir 2 soatdan keyin uxlaydi. Shunga yana shu bir xil tamponsizlik bo'lib qolmasin deyman-da endi. Buni hamda shu men qanday his qildim desam, shu shaxsan men shu siz degandek shu biz hamda shu balla tug'ilyoq amal va ish qilib shukri hozirgacha qulig'i bir elektronlik narsalarni tutqizib qilib boqmadik. Shuning uchun bularimiz undaq narsalarga bek qiziqmaydi. Yaxshi edi. Lekin shu hamda shaxsan men abim deb o'tgandek shu men ba'zan vaqtda shu telefon qarab, masalan, bo'lib ijtimoiy tarmoqlarda nima ishlar bo'lyapti, yo'q xabar,
Ben o'ylayman, ular narsa saqlay oladi. Shu. Lekin Shaxsan bolalarning mening his qilgan yerim shu, masalan, ba'zan vaqtda siz degandek shu telefon bilan bu kitib o'zim charchaqayim, xizmatdan bilsam, boshqa ishlar masalan yurtdan kelayotgan fojia xabarlar kayfiyatimiz ta'sir yetkazdi. Uni ko'rib, bir xil o'yga tushib, bolalarni unutib qolgan vaqtimiz bo'ldi. Undaq vaqtlar men his qildim shaxsan bir xil bonding inglizcha, bog'lanish. Bağlının kitabına kalsam, balının memnun bir xil gaqsam, bir xil yiroqlashganda, lekin o'zim bir zo'lab telefonni qo'yib turib, balam bilan bakrak o'ynab, faoliyatlarni qilib qilsam, bir xil qilmang shunda yaqin tutib, bir xil gaqsa va shu gaqqilar menga shundaq chaplashqisga qilsa, shuning bilan men tabiiylan bir xil ilhomlanib qo'shib ketdi ekanman. Buni men shaxsan his qildim. Hem tığım hazırlıkçı tirişi bişimizin davamlışıyatı bu mesele. Hem de şahsen akçan sizler bizi okşaş ahval turayotgan yaş ata-onalarniki bişidim şunda ahvola ko'rib oldi deb o'ylayman. Bo'lsa mening o'ylaydiganim hammamiz tang tirishib benim subhanay deb o'tgandek odat bola 7-8 yapamiz 9 uxlab bo'ldi. Masalan biz ishdan qaytib kelib 4-5'ten 9'a 3-4 saat bağlanılan vaxtımız. Şundan bo'lgan ekan 3-4 saat qo'yib turib, bolalar bilan ko'proq bağlanib, bolalar uxlab ketgan ekan, anaqa ijtimoiy taratqularni ko'rsakmi xabar sheli turdan bo'lgan ekan. Shu vaqtni qanday o'rlashtirishlik masala ekan bu. Shu qaysi narsa jiddiy, qaysi narsa muhim, qaysi narsa jiddiy ham muhim, qaysi narsa muhim deganimizda to'xtab turib bo'ldi. Yani narsalarni o'ylab baqsangiz bence bu qila ilgilashlarni olib boramiz deb o'ylayman. Shu. Birdamda vaqtimiz endi birga berib qolibdi. Qisqacha shu hamda bizning maqsadimiz shu, agar hamda sizlarning turmushingizda shundaq boladan keyingi shundaq charchaganlik, xizmat, har qaysi sabablar tufayli turmushingizda biza ko'ngilsizliklar, igizpastliklar, to'qinishlar bo'layotgan bo'lsa, hargiz shu nuqtani unutib qolmasanglar deb umid qildik. Ya'ni shu er bilan ayolniki yaratish o'xshamaydi ekan, bizning o'ylash, ammo har qanday masalaga imkon qaytirishimiz o'xshamaydiganlarni unutib qolmay, sovuqqonlik bilan masalani cho'ngaytib sovuqqonlik bilan yaxshi to'g'ri vaqtda mundish apasanglar deb to'g'ri ko'rdim. Ya'ni o'zaro bog'lanish. Yana eng oxirgi bir muhim bir nuqta nima deb his qildik desanglar, shu ayol ikkimizning orasidagi bog'lanishni unutib qolsak, bu tug'mabak bo'lmaydigan ishga deb to'g'ri o'yladik. Bir qitim bir sinaqab bir baqayli dedik, mana shu ikkinchi bolamiz tug'ilib bo'lgandan keyin bir shundaq bir ikkimizga mundaq bir date deymiz inglizcha, ya'ni shu mundaq arayalarsimizga ayni vaqt yurayotgan, bola bo'lishdan burunqi holatlarimizni bir eslab, biz mundaqmi o'zimizning mundaq bir kvalitali bir sifatli bir vaqtni appasak, masalan bir tren mundish baqsaq, bir tiyim to'g'riliq. Bolalarni uxlab qolgandan keyin bolalarni hamda bir qisqacha bir vaqt unutib ikkimiz. Bolalar o'zimiz siz qanday his qilyapsiz, bolani qanday yiqindi degandek. Men bir sinapa qaydab bir shundaq o'zimcha romantik bo'lib, tayyor qilib qilgandim, shundaq bir xillik rahatsizlik his qildik-da, ikkimizlarni unutib ketibdi qiliq yosh vaqtdagi tuyg'ular bir xil shundaq bizni yiroqlashib ketganda his qildik-da. Shuni his qilib, shuning bilan ikkimiz o'rtoqlashgan masalaning bo'ldi, nuqtaning bo'ldi desak, shu buni doim qilib turmasak, shundaq ahvol tushib qolgan ish g'alati his qilgan bo'lib, bir xil yiroqlashib ketgandek bo'lib, turmushimizda shu bola, xizmat, boshqa masalalar bo'lib, ikkimizningki hissiyotimizni unutib qilib, bir xil yiroqlashib ketgandek bo'ldik ekanmiz. Shunga shu hamda bu uchinchi tavsiya qilgan hamda bizning ham shaxsan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan masalamiz shu bo'lsa, vaqtinglarni yaxshi o'rlashtirib, bola, xizmat hamma ish tugagandan keyin o'zinglarga bir vaqt ajratib, shu to'y qilishdan burunqi ya bo'lmasa
Balı buluşdan burunqi holatlarni aslab, shu burunqi qildigan faoliyatlarni bo'lsa da qilib bo'lmasa bir baldaq ko'tirib, tig'mi bir yilqi ro'yijatga bog'lanish deymizmi? Shuni davomli qilib bersak, bu yilqi Amerikaning sistemasi check and balance deymiz-ku, shu har vaqt tekshirib, tamponlik saqlash, nada tamponlik yo'qit qo'ydik degandek masalalarni hal qilsak, turmushimiz shundoq tag'imi baxt ustiga baxtli bo'ldi deb shundoq o'rtoqlashdik. Ham sizning to'liqlaydigan yerlaringiz Menimcha bu ayollar o'zigami ayrim bir vaqt ajratib qo'yishdiganim me time to'g'ri. Bo'libmi masalanga boladan keyin shu hamda bizning ahvolimiz ketdi ekan, masalan bir bol bo'lsin, shu ikki bol bo'lsin, shu bir xil o'zimizga bo'lgan vaqt bek oz. Atdan ko'zimizni yumsaqmi bola, asaqmi bola. To'g'ri. Ba'zan vaqt bola yangi tug'ilgan vaqtlar kecha kunduz bola bilan bo'lib ketimiz, atgan yana bola, kechda yana bola. Özümüzge bo'lgan vaqtmi bek az. Shunga kunda bir 10 minut, bo'lmagan 10 minut, yarım saat, bo'z yarım saat, qanchalik vaqt o'zimiz bilan bir kitob o'qamdik, o'zimiz yaxshi ko'rgan bir choy damlab, o'zimiz yolg'iz bir ichib olamdik. Ya bo'lmasa issiq tomoqni bir yeb olamdik. O'zimiz qiziqdan bir soat bir ishni qilib olamdik. Bir biza vaqt bo'lsin, shu o'zimizga bir vaqt ajratib, o'zimiz bilan bir o'zimiz bilan bir bog'lanib olsak, teg'imdimi, boshqalar bilanmi yaxshi bog'lanayotganmiz deb o'yladim. To'g'ri. Shu masalan bizning o'yinning ahvoli men ishlab subhanalloh shu hamda biz o'tganda deb o'tdik-ku, bu shu subhanalloh ishimizni deyishib, shu subhanalloh o'zining qiziqishlarini vaqtga qo'yib, o'yiga butun zehnimizni o'yiga qilib, shu bolalarni bir sifatli bir tarbiyalash, bir orzuyimizni shunda qaror qilib Şunun olan subhanallah 24 saat 7 gün ama 3 yıl bo'ldi. Sadece 3 yaş kirib bu bo'yicha hozirgacha to'xtamay butun zikringizni beryapsiz. Ama shunda onalarga, mening deydiganim o'g'illarga, qarindoshlarga bo'lsa shu subhanallah degandek, men shu masalan vaqtinglar chiqsa shu bolalarni chiqib ketib, ayollarga bir soat bo'lmasa kunda bir yarım saat bo'lsa bir o'zini bir mundaq bir yolg'iz qo'yib, bir o'ylanib, bugun zada turmushimiz zada nima ishlar bo'lyapti, men bunda qilsam bo'ldi ekan, unda qilsam bir o'ylanish, o'ziga bir izlanish bir vaqt sharoit yaratib bersa, tig'i yaxshi, bumi bir ayollik munosabatining sifatini saqlab qilishning bir usullari degandek. Shu bizning qisqacha ta'sirotlarimiz, boshqa yana to'liqlaydigan ayollarimiz bormi? Hozircha yo'q. Benim birdamlamla vaktimiz yine to'sh qoldi. Sizlarga yana bir qitim oxirgi chidab ko'rgan qarindoshlarımızga chin ko'nglimizdan rahmat etamiz. Shu kanalimiz hamda kelgusi sonlarda yine davomli shu bal beqish, to'g'riliq bizning izlangan his qilganlarimizni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Yine umid qilganimiz davomli, garchi so'z qoldirib sanglarmi? Bizning shu so'z qoldirganlarga rahmat, so'z qoldirmoqchi bo'lgan qarindoshlarni davomli yana so'z qoldirib, biz bilan o'rtoqlashishinglarni umid qilamiz. Hamda maqsadimiz kelsa yana shu musofirchilikda farzandlarimiz, bolalarimizni qanday qilganda shu o'zimizning ikkinchi vatanni so'ydigan, eng muhimi o'zimizning millatini so'ydigan, kimligini unutmay, shu bizningki bo'lgan hissiyotimizni muvaffaqiyat qozongan holda bolalarga o'tkazib, kimligimizni saqlab qilib, sog'lom shu yaxshi cho'ng qilsak, shu bolalarni shu yaxshi bir cho'ng qilish umidda shu hammamiz bir o'rtoqlashib shu bir do'stlar chambarigini qurib chiqishni orzu qilib ochgan bu kanalni, bu programmamizni, shu so'zlash, mungdish programmamizni Şoň şu ene agar hamda ko'ngillar xolisa shu o'tganda subhanalloh degan subhanalloh Facebookda bir bat ochdi. Grupning ismi Yurak Param deb bassanglar chiqdi. Ikki o'g'limizning rasmisi bor. Shunda shu masalan Facebookda boshqa batlarni ko'rdinglar, qachon nurg'un atallarga inglizlarniki, chataliklarning shunday Şu turmush ko'rilayotgan masalalarni sizlar qanday bishinglar o'tyapsiz deb masalan qiziqarli ishlar bilan har qanday masalalarni shu grupda shaxsan bugun men bundaq bo'ldim deb o'zi bir xil
His qilganlarini desimi mayli. Shu ta'sirotlaringlarni so'zlaydan bir bat ochdik. Instagramda bir bat bor bonding with heart deb. Bond with heart deb. Onun ta'sirotlarini so'zlab turdi, subhanallah. Ana bizning Instagramga chiqib aloqalash nimalarimizni shu ismimizni bossanglar chiqdi. Agar mana YouTube so'z qoldirish qolmagan do'stlar shu bevosita Yusrani ma masalaga sizlar qanday hal qildinglar, biz bundaq masala ko'ryapmiz, sizlar qanday qaraysizlar degan mushta mung'ishayli deyish maqsad. Shunga shu mana keyingi sonlarda yana davomli shu do'stlardan sizlardan kelgan imkoniyatlar qarta ya bo'lmasa biz o'zimizga yangi bayqagan, yangi bishimizni yesqotgan narsamiz bo'lsa sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Yana bir qitim sizlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Shundoq bo'libmi bizning millatimizning shundoq qayg'uliq vaqtimizda hamda biz shundoq program orqali o'zaro sirdosh bo'laylik, o'zaro umidvor turaylik deb umid qilamiz. Sog' salomat bo'linglar, xushal-xuram bo'linglar. Hammanglarga cho'nqur salom, kelaksan ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr-xo'sh. Birdan qo'ydim. Katta. Assalomu alaykum. Niye uruyorsun? Allah Allah. Bir xilqa to'y rasmda to'y kinishkasi tushadiganday tushib Assalomu alaykum.